Koreyada hech qachon och qolmaysiz. Ya'ni ovqatlar tez tayyor bo'ladi demoqchiman. Ana O'zbekistonda eng tez tayyor bo'ladigan tuxum, kartoshka-ku. Koreyada bibimbap. Uyingizda bor salatlardan shunday solasiz. Pishgan guruch solasiz, tuxum solasiz, aralashtirasiz, ovqatingiz tayyor. Aynan berib yuborgan, olib kelgan kunjut yog'i. O'zbekistonda ham qilsa bo'ladi shunaqa ovqatni. Qalampir pastasidan ham solamiz. Qizim bilan aralashtiramiz. Har xil salatlardan markavcha, o'zingizga yoqqan salatlar bor-ku, bodring salat bor, bolgarskiyga solingan salat bor. Mana shunaqa salatlarni uyda tayyorlab, guruch bilan qalampir pastasi bormi, yo'qmi? Yo'q bo'lsa kerak O'zbekistonda. Kunjut solib, qovurilgan kunjut. Ketchup solib yesanglar ham bo'ladi. Yozgi salatlardan. O'sha qishki salatlar O'zbekistonda yo'q, sezoni tugal. Koreyada endi yil 12 oy salat bor. 12 oy. Ovqatimiz mana shunaqa ko'rinishga keldi. Turmush o'rtog'immi derkanlar? Mana bunaqa ketchup solsanglar bo'ladi-da. O'zbekistonda. Yo'q. Yo'qarmika. Hozir yedirib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi marta tayyorlash. Mayli.